dunyoda bir dona ham mo'jiza yo'qligi ko'p fondlar bor. Misol James Randi fondi bor, $1 million pul mukofoti ajratgan. Ya'ni shu dunyoda kimdir bir dona ham mo'jizani bir ilmiy asoslab tadqiqotlar bilan isbotlab beradigan bo'lsa, $1 million pul mukofoti oladi. Shu paytgacha uni hech kim ololmagan. Ya'ni bir paranormal hodisalar, bir ekstrasenslar, bir g'ayritabiiy bir kuchlar, qora kuchlar, sehrgarlik, fol bilmak, umumiy bir mo'jiza sezadigan bo'lsa, shu pul mukofoti ajratilgan. Ya'ni endilikda u yopilgan ham deydi, chunki shu paytgacha bir hech qanaqa bir ilmiy tekshiruvlar bilan tadqiqot o'tkazganda bular hammasi bir tabiat qonunlari, ya'ni sabab natija oqibatga taqalib yurgan. Shuning uchun tushunilmagan narsa bir mo'jiza emas, ya'ni ilmning keyingi bosqichi deb hisoblaydi ilm fan buni. Shuning uchun har xil bir narsalarga ishonib ketavermay, bir kengroq bir o'rganib, tahlil qilib fikrlash kerak.